Kanalimizdagi birinchi video uchun like bosing, obuna bo'ling, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Keyingi qismlar qanday bo'lishini ham yozib qoldiring. Xeyder, tur, uxlayapsanmi? Sasib. Tur tezroq. Gapir. Qarochi, menda dahshat ideya bor. Shuncha yurgin, tezroq ko'chaga chiq, yuz qo'lingni yuvgin. Qanaqa ideya? Qarochi, yurgan aytaman, keyin ortimda yurgan. Hozir. Tezroq chiqqan, men nariyoqqa borib turaman. Qo'lni yuvib olay. Bo'pti, tezroq chiq. To'xtab tur, kutib tur. Bo'la tezroq, men ketdim уже. Bo'ldi, qarochi. Keyin ortimdan kelyapsan, tezroq. Boraman. Men buni ko'ryapsanmi? Nima deb yozilgan vaqtda? Ko'ryapman. Hozirda sotilyapti deb yozib qo'ydi-yu. Shuni olish kerak edi, sotilsa. Olamiz. Davay, shuni faqat pul problema bizda hozir. Buni nima sotamiz? Bir nima olsanmi, o'rtada olamizmi shuni bo'lmasa? Hozir buni ikkomiz yurtamiz. Davay, buni ichini ko'raylik-da, hech qanaqa normallik bo'lsa, hozir normallik bo'lsa, keyin egasini chaqirib olamiz. Xullas, oynalar yo'q ekan, lekin bu yerda narsalar qilish Ta'mirlab olamiz. qimmatga tushadi, shuning uchun arzonga tushirishni so'rash kerak egasidan. Telefon qil. Men oynadan chiqib ketaman. Sen ham oynadan chiqargansan. Hozir nomeri bor edi, menga yozmagan ekan, menda bor edi, G'appor ekan nomeri. Taniyman buni egasini. Topdingmi bo'l? Hozir mana bo'l topdim. Hozir telefon qilamiz. Allo, G'appor aka, yaxshimisiz? Yaxshi, o'zing qalaysan? Qarochi, mana do'kon sotmoqchi ekan, shunga olamizmi deb turadi, kelib olasizmi? Bo'ldi, hozir boraman. Kutib turinglar. G'appor aka kelguncha salomlashib turamiz. Bugun sizlar bilan Xeyder. G'appor aka keldi ana. G'appor akam ham kelib qoldi. Endi bular savdolashishni ko'ramiz-da. G'appor aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, o'zing tinchmisan? Hozir qachur? Mayli. Qarochi, G'appor aka qancha deyapsiz? $2000 deb turibman. Shuni 1.5 qilib bering aka, pulimiz kamroq edi, ichini ham remont qilish kerak. Mayli, unda ertaga uyimga borasizlar, bo'pti. Sog' bo'linglar unda. Mayli aka, rahmat. Men o'zim taniysiz-a, men o'zim olib borib beraman, keyin hujjatlarni ham olib kelsangiz mayli. Yo'q, qoldi-yu. Bag bo'lib qoldi, 40 yerangiz montajda. Bo'ldi, G'appor aka bilan ham gaplashib oldik. Endi nima qilamiz? Uyga ketib endi pulni topib kelish kerak endi ertagacha. Nima sen borini olib kel, men uyimdagi qolganlarni chiqaman. Nahotki endi kompyuterimni sotib o'rsam. Yetmasa sotamiz. Qarochi, menga qara, sen uyingda bor narsani, kompyuterlarni ayab o'tirmagin. Mayli. Yosh bolaman, o'yinini men sotib yuborgan, keyin keyin kimga sotasan? O'da bitta kompyuterchi bola bor, o'shanga sotsang ham bo'ladi. Mayli, bo'pti, men ketdim, sog' bo'l. Bo'pti. Men ham ketdim uyga. Endi kompyuterimizni sotamiz. Boshqa iloji yo'q. Xullas, obunachilar $1,500 kelishdik. Endi kompyuterimizni sotamiz. Bitta bola bor ekan, o'shanda kompyuterimizni sotamiz endi. Endi olib chiqish kerak. Pulimizni ham ko'ramiz. Yo'q. Kiramiz uyga. Bizda qancha pulim bor ekan? $32 bor ekan. O'zi anchadan beri yig'ib kelayotgan edim. Kompyuterni ham sotish kerak. Mana kompyuterim. Olamiz endi. Oxirgi marta xayrlashyapman. Xayr, kompyuterim. Endi olamiz buni, bitta bolaning uyiga tashlab kelish kerak, pul olish kerak. Sotib magazin olish kerak. Mana ketdik. Shu balantda edi-yu, shu ketdik. Ketyapmiz. Endi do'stim uyiga borib sotamiz. Ketdik. Mana shu edi uyi. Max. Bunday qilib biz uyimizdagi bor pullarni yig'ib chiqdik va do'kon egasiga borib pullarni topshirdik va u bizga do'kon hujjatlarini berdi. Davomini o'zingiz ko'ring. Qarochi, G'appor aka, yaxshimisiz? Mana sizga aytilgan pul, hozir biz yig'ib keldik-da, pul hammasi mana. Mana shu hammasi shu yerda, xolasangiz sana oling. Uka, senga ishonaman, biladi. Mana hujjatlar, mana kalit. Hatta kalit ham kerak emas bu eshigi. Endi almashtirsalaring kerak, to'g'rimi? Ha, almashtiramiz. Mayli, G'appor aka, sog' bo'ling, rahmat, rozi bo'ling. Mayli, uka, sizlar ham rozi bo'linglar. Mayli, Haydar, sog' bo'l. Bo'pti. Haydar, ko'rdingmi, avval degan do'kon endi bizniki ular xohlaganmiz bilan. Biz boramiz mana shuncha chaqirtirib. Kiramiz. Endi kattatiramiz. Biznes boshlaymiz qishlog'imizda. Qishlog'imizda do'kon yo'q, bor edi, kichkina. Ko'pchilik undan foydalana olmaydi. Shuning uchun bizniki birinchi bizniki katta do'kon bizniki bo'ladi. Supermarket qilamiz buni, tepalariga ikkalamiz rasmini chizib qo'yamiz. Kir. Ichiga narsalar olish kerak bunga hali. O'shanga ham pul kerak. Endi nima sotamiz? Men kompyuterimni sotib yubordim.
Mashinamiz вообще yo'q. Qarz olsak bo'ladi bankdan, lekin o'sha magazindan chiqqan foydaga. Birorta do'sting bormi? No, bor, so'rab tursam beradi. Unda o'shandan so'raymiz, bo'lsam ketdi uyga buni qildik. Bu bizniki. Menimcha ko'p vaqt ketsa kerak bu do'konni Ketib chiqishimizga. yur. Hozir gaplashib oling. Do'stlar, endi magazinda to'g'rilaymiz, aynalar qo'yamiz. Uning uchun pul topishimiz kerak. Qayerdan topamiz? O, kelyapman, men kutib qolmadingmi? Короче, Yo'q. kir, sen bu men uyim edi. Uyimga kir, mehmon kirmaysan bo'pti, mayli. Men ketdim, sog' bo'l, yo'qol uyingga. Hammaga xayr. Videoga like bosing, kommentariy yozing, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi video 50 ta like, 20 ta obunachidan keyin chiqadi. Bu mening birinchi videom edi. Xatoliklar uchun uzr. Hammaga xayr. Reddi hali ham kelmayapti-yu, xafa ekansizlardan. Chunki obuna bo'lmagansizlar. Nima gapirdim o'zi? Короче, hammaga xayr. Sizlar bilan Xeder va Reddi bo'ldi. Hammaga xayr. Jim men gapiryapman. Videoga like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Albatta, mendek youtuber bo'lish uchun ham obuna bo'lib qo'yinglar. Endi men bu yerdan qochdim, ketishim kerak bo'lsa, sog' bo'linglar. Bo'lding. Uyimga ketdim. Bo'pti, sog' bo'l. O'chir kamerani. Xayr hammaga. O'chir kamerani. O'polla, videoda xatoliklar bo'lganidan xabarim bor. Albatta uzr so'raymiz, chunki birinchi videodan xatoliklar bo'ldi. Hammaga xayr.